Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 15 oktyabr 2020 yıl Kırgızistan Xurshab Xuvatakan ustaxxonasida Kirib ko'chada Tilka 44 Muhammadiy mesjidining yo'lida. Hozir o'ta so'ning o'ta jo'nakoy luk bilan mınday bir aparat chiqib qolibdi. Buni qalasangiz 20 metr, qalasangiz 50 metr qilib chiqib berar ekanda. Xuvataga bo'ldi уже. Buni aslida aslida o'shanalar jushtaverasiz uzun bo'yicha. Ta gaz buna Alloh taolaning yordami bilan yo'l qirqtirdik. O'ta so'lun, o'ta qo'z. Ertangi bir suguni usta topib turib buni qo'yib olsak, anandag'in qo'yilgandan keyingi suratlarni sizlarga ko'rsatamiz inshaalloh. Abar ayı o'ta so'lun Alloh taolo o'ta Qirg'izistonga rahim qilib bugungi kunni dag'in esen omon o'tkazdi, Xudoga shukr. Musafirchilikda yurganlar musafirning duosi qabul bo'ladi degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'shaning uchun duo qilingizlar. Qirg'izistonimiz bir kun deb o'ynab deganday guldayversin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.